to'xta. Tosh manaqa. Tosh manaqa. Pastga tosh. Ha, Tinchlikmi? Anaqa aka, mashinangni mo'yini nima qilyapsan, mashinang mo'yini? Ko'raman. Voy, nimaga to'kasan? Mana pechkani olib turib, mana shu mo'yini quysang bo'lmaydi. 1 litr atom bilan 2 soatgacha uying isiydi. Chaqin semichkangni nima qilyapsan? Uni ham tashlab yuboryapman. Po'chag'ini mana unga tasing 2 soatgacha uyingda isitib beradi. Molni go'ylarni nima qilyapsan, molni go'ylarni? Ham tashlab yuboryapman. Mana unga tappi qilib turib, sotsang, xohlasang pechkaga yoqsang bo'lmaymi? Qara, shuncha pechkalar yasab xalqimiz yetkazib beradi. Sen bilmaysanmi? Gibrid pechkalar ishlab chiqarib qo'ydim. Suv bilan isiydi do'stlar, qaranglar. Shundan zo'r bo'ladi, hattoki katul vazifasini ham bajaradi. Bitta uyga nechta pechka yoqasan? Bitta uyga 3 ta Mana buni olmaysan, bitta xonadoniga qo'ysang, 2 ta uyda isitib beradi. 1 million 800 ming so'mga uyni o'rtasida qo'yasan, unisi ham bunisi ham ishlaydi. 1 million 800 ming so'm. Zo'rmi? Yangiliklar qilsa ko'p. Eng zo'rlari bor mana. Taydan sovuq havo kiradi, tepadan issiq havo chiqib, uy tez isib ketadi. Telefon raqam. Telefon raqam ekran pastda turibdi, bemalol bog'lansa yetkazib beradi. Aloqaga chiqamiz.